Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalal-ı Suyuti rahmetullahi aleyhinki Halifler Tarihi namlı kitabındaki dersimizdeki devamında bugün Osman ibn Affan raziyallahu anhu'nunki fazileti hakkında, artıkçılık hakkında kelgen bir kısım hadislerindeki bayanını sözlemekçi. İmam Bukhari, İmam Müslim rahmetullahi aleyhi Ayşe raziyallahu anh'a rivayet kılınışça, yani sahihlikka çıkıp turdi İmam Bukhari ile İmam Müslim'in rivayet kılgan hadisi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Osman raziyallahu anh'ı ökirgen vaqtida kiyimlerini yig'ib oladi deganda ben mundaq degan. Farishtalar oyoq qilgan kishini men oyoq qilmam deb Osman raziyallahu anh'niki aytdi. Ayoliq odam ekanligini, hatto farishtalarning oyoq qilganligida kitob bayon qilgan dedi. İmam Buxoriy shundaqla Abi Abdurrahman as-Sulami degan kishidan rivoyat qilinishicha Osman raziyallahu anhu muhasir qilingan vaqtida, ya'ni bu o'lib ketgan vaqtida qo'zg'olonchilar tarafidan muhasirga ilingan. Shu vaqtida qo'zg'olonchilarga xitob qilib ko'rinib bundoq degan. Sizlarga bo'libmi shu payg'ambarimizdagi sahobalarga shuni eslatay. Siz bilmamsizlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ayni vaqtida Jishul Usrani, ya'ni Tabuk g'azotasiga qatnashgan sahobalarni bu Jishul Usra deb atalganda, shu qo'shinninki tayyorligiga at, töge, qurol yaroq jabduqlarga yordamlashgan shu qurol yaroq at uloq tarafdan yordamli bo'lgan kishini payg'ambarimiz unda odam bir jannat deb jannat bilan bishorat berganligini bilmamsizlar. Men shu urushda nurg'un urush tayyorligini men iqtisod chiqarib tayyor qilgandim degan. Shundaqla sizlar yana bilmamsizlar, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Roma quduqini ko'lgan odamga jannat deb bishorat bergan. Shuni men ko'ldim emasmi, shuni bilmamsizlar degan. Degandan keyin bular shu Osman roziyallohu anhu degan gapini tasdiqlagan. Bu yerda bu o'ziniki bu qilmishidan faxrlanish yoki bundan mag'rurlanish yoki riyo tarafidan emas. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki bu kişiga bergan bahosini eslatish orqali o'ziniki bir qonuniy yo'lliq bir xalifa ekanligini bu yerda Rasulullohning so'zlaridan naql qilib eslatib beryaptilar. Suyuti yana shundaqla bir babni bayon qilib, bu babda bundan keyin Ömer nima ish qilsa, Ömerning qilgan qilmishi ziyon qilmaydi, ya'ni do'zaxga sabab bo'lgan ish bo'lmaydi degan mazmunda bir mavzu qo'yapti. Imom Tirmiziy Abdurrahman ibn Habbab degan kishidan rivoyat qilinishicha, payg'ambar alayhisolatu vassalam sahobalarni shu Tabuk g'azotasiga qiziqtiryotdi. Shu vaqtda men botim dedi. Osman ibn Affan debdiki, ya Rasululloh, men o'z to'gining tayyorligini men rastlab beray. O'z to'gini men hatto bu o'z to'gininki uchiliqi jabduqi bilan Alloh yo'lida otidimman deb shunaq degan dedi. Ondan qo'shinni yana bir rag'batlantirdi bu yerda. Shu yordam qilish haqida. Shu vaqtida Osman roziyallohu anhu dediki, ya Rasululloh, men 200 to'gini jabduqi bilan uchiliqi bilan Alloh yo'lida men tayyorlay dedi. Andi yana Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yana kishilarni safarbar qilibdi qo'shinni. Bu vaqt Osman dediki, ya Rasululloh, men 300 tugini butun jabduqi bilan saramjonlari bilan men tayyorlay dedi. Shunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tushib u holatda shundoq degan. Mana bugun mush ishdan keyin Osman nima ish qilsa, Osmanning qilgan qilmishi, ya'ni ziyon ilib kelmaydi Osmonga. Yani devzak layık iş bulmaydı. Yani qanday günah qilsin, bu yani mush ishlar bu yeterlik demakchi-da. Bu günah qilmaydi, shunda bo'lsa-mu payg'ambarimiz bu qilgan qilmishini shu qadar maqtagan bu yerda. İmam Tirmiziy va Hakim Sahih degan Abdurrahman ibn Samura degan sahoba rivoyat qilinishicha, Osman roziyallohu anhu payg'ambarimizning huzuriga Tabuk g'azotida şu qo'shin tayyorlik qilgan vaqtda 1000 dinar pul kelibdi. 1000 dinar degan 1000 misqal oltinning qimmatida. Uni Rasulullohning quchog'iga chechib to'kibdi-da. Shunda payg'ambar sallam oltinni u yoqqa bu yoqqa o'rib qo'yib, Osman bundan keyin sen nima ish qilsang, sana ziyni yo'q deb chiqdim shuna degan
deb mundaqmi rivoyat qilmoqda. İmam Tirmizi Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha payg'ambar alayhisolatu vasallam Bay'atur Rizvan burg'a vaqtida Bay'atur Rizvan degan payg'ambarimiz Hudaybiya sulhisi jildisi 1500 sahoba bilan Makkaga umr qilishga berib, shu yerda Makkaga kirmay bu yerda to'xtam tuzgan. Shu to'xtam jarayonida Osmon radhiyallohu anhuni Qurayshlar tomonidan o'ldirildi degan xabar taqilgandan keyin shu yerda bir bay'at olgan payg'ambarimiz. Shuni demoqchi. Shu vaqtda payg'ambar alayhisolatu vasallam Osmon ibn Affon radhiyallohu anhuni Makka ahliga elchi sifatida da'vatgan. Ondan keyin kishilarni bay'at olganda, ulamo qasi anglangandan keyin payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki, Osmon Allohning rasulining hojatini o'rindash uchun ketdi. Deb ikki qo'lning birini qo'lining ustiga qo'yib, endi shu qo'lini tutgandan keyin butun sahobalar Rasulullohning qo'lini tutib to'p-to'plab bay'at berdimda. Biz o'limga bay'at berdi bular. Biz shu Osmonni qutqizamiz, Osmonning qisosini olamiz, yanmaymiz degan mazmunda. Payg'ambarimizningki qo'li bu Osmon uchun hamda Oshadagi boshqalarningki qo'lidimi nayt so'yimli qo'lida. Rasululloh bir qo'li mana Osmonning qo'li deb o'zining qo'lini Osmonga vakolat beryapti bu yerda. Bu ne kadar baxt bu Osman uchun. İmam Tirmizi Abdullah ibn Ömer radhiyallohu anhu rivoyat qilsa payg'ambar alayhisolatu vasallam ma'lum bu yuz berdigan bütün fasatlarni bayon qilib, bu yerda shu Osman mazlum holatda o'ltirildi deb shu vaqtda eslatma bergan. İmam Tirmizi Hakim Sahih degan bir hadisda Ibn Majah Murrat ibn Ka'b edi. Yani bu hadisni 3 hadis olimlari kitoblarida bayon qilgan ekanda, bu kishi deydi payg'ambar alayhisolatu vasallamniki bir yaqin kelgusida yuz beradigan bir fitnani eslatganligini anglagan edim. Shuning bilan bir kiyimiga yo'ginib olgan bir odam o'tdi-da qishimizdan. Payg'ambarimiz shu vaqtida mana mavi deb ishorat qilib turib, shu kunda hidoyat ustida, to'g'ri yo'l ustida bo'ladi degan. Shunda men darhol shu odamni qishig'i berib, qo'pab o'rnimdan basam, u Osmon ekan. Shuning bilan Rasulullohning qishig'iga kelib dedimki, "Mushu modisa deb shunaq degan dedi. İmam Tirmizi Hakim Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilishicha payg'ambar alayhisolatu vasallam deganki, "Ey Osmon, Alloh sana bir ko'nak keydirishi mumkin. Boshqalar bu ko'nakni saldirib o'tishni talab qilib tursa, sen sanma" degan. Bu nimadan ishorat degan vaqtida bu hokimiyat, xalifalik, mansab. Ya'ni Osmon radhiyallohu anhu xalif bo'lgandan keyin bir mezgil vaqt o'tgandan keyin Osmon radhiyallohu anhuni xalifalikdan chiqib ketish haqida to'planchilar qo'zg'olon ko'targan. Buning hammasi shu Fitnuxolning, ya'ni shundaqla shu oq safda yahudiylarningki plani bo'tdi, suiqasd bo'tdi. Shu Osmon radhiyallohu anhu shu tushmagan edi xalifalik mansabdan. İmam Tirmizi Osmon radhiyallohu anhu rivoyat qilib, Yawmuddar degan shu Osmon radhiyallohu anhuni muhosirga olgan kun. Bu hozirgi Osmon radhiyallohu anhuniki shu muhosir ilmiga uyi, biz payg'ambarimizniki masjiddan salom berib chiqqan vaqtimizda Baqiyaga qarab, so'l qo'l tarafda bir maydon bor, kichik nom. Shu maydon Osmon radhiyallohu anhuniki muhosirga ilingan, ya'ni o'ltirilgan uyning o'zi shu. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bana va'da qilgan, men topshirgan bu ishni, men cho'qim buni sabr qilishim kerak. Ya'ni payg'ambarimiz bu ko'nakni sanma degandan maqsad, yani chingtu degan, men demak Rasulullohga men va'da bergan bu yerda deb o'ziniki oxirgi munutqichilik shu o'lib ketsimi chingtuganda. İmam Hakim Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha Osmon radhiyallohu anhu jannatni 2 qatim bir odamlar savdo qildigandek setib olgan Rasulullohdan. Roma quliqini ko'lgan vaqtida Tabuk g'azotida shu askarlarningki jabduqlarini elib, to'gilarini elib, askariy tayyorlikqa yordam qilgan vaqtida 2 qatim bu kishilarning shu savdo odatda savdo qilgandek savdo orqali setib olgan deb Ebu Hureyre bunday sifatlagan. İbn Asakir yana Ebu Hureyre radhiyallohu anhu rivoyat qilib, bu sahobalar baho beryapti-da bu yerda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deganki, Osmon mening ashoblarim ichida menga eng o'xshaydigani shu mijozi yoki yaratilishi menga eng o'xshaydigan sahoba deb shunday sifatlagan.
İmam Tabrani İsmet ibn Malik degan kishida rivoyat qilinib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamniki Osmonning amridagi qizi o'lib ketgan vaqtida Payg'ambarimiz shunday xitob qilib, Osmonni o'ylab qo'yinglar, agar mening 3-chi yana bir qizim bo'lgan bo'lsa, men uni o'ylab qo'yatdim. Men buni o'ylab qo'yishim faqat Alloh tarafdan, Allohning vahiysi orqali men o'ylab qo'ygan deb shunaq degan deydi. Rasulullohning bu vaqt qiz tugab ketgan, Fatima to'y qilib bo'lgan. Demak bu Ummu Kulsum o'lib ketgan vaqtda bo'lgan voqea bo'lsa kerak. İbn Asakir Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilinishicha, bu kishi deydimda Payg'ambarimizning Osmonga mundaq deganligini anglagan edim. Agar mening 40 qizim bo'lsa, birdan uni o'ylab qo'ygan bo'lardim. Bir qo'g'irchilik men shunga bergan bo'lardim degan rivoyatni Ali radhiyallohu anhu degan ekan. İbn Asakir Zayd ibn Sabit degan sahobiyadan rivoyat qilishicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki mundaq deganligini anglagan edim. Mening qishimdan Osmon o'tib ketyapti. Shu orliqda farishtalardan bir farishta bor ekanda yanida. Shu farishta debdiki, bu qavmi o'ltiradigan shahid bu. Biz undan hayo qilamiz deb Payg'ambarimizga bu farishtalar Osmon radhiyallohu anhu'ningki bu g'oyibona kelgusini xabar bergan. Abu Ya'la degan hadis olimi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shunday deganki, farishtalar shu Osmondan hayo qiladi. Allohning rasulidan hayo qilgan o'xshash farishtalar Osmondan hayo qiladi deb shu naqadar bir go'zal bir sifat bilan sifatlagan bu yer. Ibn Asakir degan olim yana Hasandan rivoyat qilinishicha, bu adamning qishida Osmon radhiyallohu anhu'niki hayosi to'g'riliq gap so'z bo'lib, unda hayoliq degandek mazmunlarda. Shu orliqda Hasanul Basri dediki, Hazrat Osmonningki hayoliq haqida gap qilib, agar Osmon uyning ichki qozdoq qo'ydi bo'lsa-mu, qozdoq qo'yning ichki etiklik bo'lsa-mu, shu yerda bir yuvinish uchun kiyimini sog'gan bo'lsa, hayoliqqa tufaylidan bunda belini ruslab, tiklab bir kiyimini kiymaydi deydi. Shunda egilib turib, hayoliqidan hech kim yo'q. Qoznoq uy shu qadar shundaq bir yoshirin yadimi hayo qilib, avaylab Allohga kamtarlik bilan muomala qildi degan mazmun chiqib turdi bundan. Va sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi